الأسماء الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسماء نأمل عفوك سبحانك يا خالقنا يا رب لعبيدك أنر الدار يا خالقنا يا رب لعبيدك أنر الدار يا ذا الأسماء الحسنى. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قدرli qarindoshlar, biz Alloh subhanahu va taolaning Al-Quddus ismining ikkinchi bölümüge qisqa bir istirohatdan keyin ikkinchi bölümünü boshladik. Alloh subhanahu va taolaning izni bilan, rahmati bilan yana shu kelgan yerimizdan boshlab davomlashtiramiz. Ulamolar Al-Quddus ismini ta'rifat qilib Al-Quddus ismini tushuntirib yana shunday deydiki, Al-Quddus من قدس قلوب أوليائه عن السكون إلى المألوفات. Quddus degan shundaq zatki, shundaq ilahki, u o'zining do'stlari, o'zining valilari, o'zini yaxshi ko'radigan bundaq bandalarining qalblarini davomli inson kunib qoldigan narsalarda to'xtab qolishdan poklovchi deydi. Bu ma'lufat degan nima? İnsan mesela devamlıq mayli yemek içmekimiz olsun, uyumuz, balı çağlarımız, rızkımız, dükkan, ticarethanemiz, hizmetimiz, cemiyetteki ornumuz, sağlamlığımız, kalbimiz, emme nesimiz biz ne modese, biz devamlı halette toxtumasdan, müşnesimizden hemmesi gündü güne upurapmadı. Biz devamlıq müstehlek yani işletilip mağamız. Dünyanın gamları bizni hem upurtup mağadı. Lekin abidning qalbi bo'lsa-ku, Alloh subhanahu va taolaga yaqin bo'lgan, Allohga bog'langan qalb mu'minning qalbi bo'lsa-ku, u qalbi bo'lsa davomli mustahlik va laysa mustahlakan. U ishlatguchi, iste'mol qiluvchi, hargiz iste'mol qilinuvchi emas. Nurg'un boshqa narsalar tarafidan kundan kunga upurtiluvchi emas, balki iste'mol qiluvchi. U ishlatguchi dedi mu'minning qalbi. Mu'minning qalbi. U butun dunyoni Alloh subhanahu va taolo bu hayotiy dunyoda Alloh ato qilgan mushinchilik qisqa bir umrni Alloh subhanahu va taoloning marifati, Allohni tunish bilan ishlatadi. Buning bilan uni ish qiladi. Hargiz mu'min özünün havai hevesinin özünü kontrol qilib, özüge komandallık qilishig'a hargiz ruxsat bermaydi mu'min. Mu'min davamlıq dal aksicha özünün havai heveslerini, özünün şehvetlerini kontrol qilib, onunğa komandallık qiladigan kishidir mu'min. Davamlıq nurg'un isil, faziletlik, ahlak, qiyam yani. Nurg'un prinsipal bir shaxs mu'min. Hargiz nega ko'nglitasi shu yoqqa, nega nimani xolisa shuni qiladigan, bu shaklda qalaymaqan holatda yashamaydi mu'min. U har bir ishiga eng yuqori o'lcham, eng yuqori prinsip bo'yicha talab qilingan shaklda Alloh rozi bo'lgan shaklda ma'man deb yashaydi. Uning axloqi, uning ilmiy martabasi, onun güzellik mertebesi her bir tarafga qarasangiz, nagala qaraydigan bo'lsak, mu'min shundaq bir shaxsiyat ki, yani alohida birdan bir alohida bir ko'rilib turadigan, uningda islomning puruqi to'kilib turadigan, islomning azizligi, islomning iftixori uningda yig'ib turadigan bir shaxsiyat mu'min qadrli qarindoshlar. Yana ulamolar shundaq deydiki, Al-Quddus man tahhara nufusal abidin bi ibadihim an danasil muhalafat. Al-Quddus yana shundaq zatki, u taqvodor bandalarininki, abid bandalari, o'ziga ko'p ibodat qiluvchi bundaq bandalarining qalblarini muhalifat, yani Allah subhanahu va taolaning shariatiga, Allah ve Rasuli yaxshi ko'rmaydigan
xilop ishlarga shariatda bo'lmaydigan xilop ishlarga va shahvatlarga ergashish kirlaridan xilopchilik Allah'ның şeriatiga xilop bo'lgan ishlarga tushib qilishning paskinchiligidan ularning qalblarini, ularning o'zini ham qanday qiluvchi, yiroq qiluvchi, poklig'uvchi, ularning qalblarini poklig'uvchi zot dedi Al-Quddus. Va zahid bandalarining qalblarini, abidlarning qalblarini Allah subhanahu va taologa xilop ish qilib qilish kirlaridan poklig'uvchi. Zahid bandalarini qanday qiluvchi? Dünyani yaxshi ko'rish, dunyoni yaxshi ko'rishdan poklig'uvchi ularning qalblarini. Dunyo muhabbatiga bog'lanib qilishdan poklig'uvchi. Va Quddus shunday zatki, ariflarning qalblarini, al-arif billah, Allohni haqiqiy tunigan bu kishilarning qalblarini mimma sivahu dedi. O'zidan boshqa, Allohdan boshqa har qanday narsadan poklig'uvchi. Uning qalbida faqat va faqat Alloh yer olgan bo'ladigan bu shaklda qiluvchi deb shunday so'zlagan. Ya'ni tahhara qulubal abidin va tahhara qulubaz zahidin va tahhara qulubal arifin. Abid, zahid va ariflarning qalblarini poklig'uvchi. Endi bu yerda yuqorida al-abid va zahid va al-arif 3 xil mu'minlarning sifatlaridan, mu'minlarning ichidagi mushu 3 xil sifatga ega bo'lgan kishilarni tilga oldik. Abid, zahid, al-arif deb. Bularni birdan bir biroz tushuncha berish to'g'ri kelsa, al-abid degan kim bo'lsa, Alloh subhanahu va taolaning itoati, Allohning ibodati bilan sifatlangan kishilar. Davomli Allohning ibodatiga yuzlangan, boshqa tarafga yuz, Allohdan boshqaga yuz keltirish, ular tarafga minishdan yuz o'rib butunlay Allah subhanahu va taolaning ibodatiga yuz keltirgan bu kishilar abid deb ataladi. Zahidlar bo'lsa, Allah subhanahu va taolaning va'dasiga kifoyalanib, u Allah subhanahu va taolaning kepilligi, Allohning har narsani o'z kepilligiga olganligidan iborat bu va'dasiga xilop bo'lgan har qanday ishdan yuz o'rib, faqat Allohning va'dasi bilan kifoyalangan zahid bo'lgan kishilar dedi. Shuning uchun iza aradta an takuna aghna an-nas fakun bima fi yadayillahi awsaqu minka mimma fi yadayk. Agar desan insonlarning ichidagi eng boy, eng g'ani, eng boy kishilardan bo'lmoqchi bo'lsang, sening shunda holatda bo'lgunki Allah subhanahu va taolaning dargohidagi narsa, Allohning qo'lidagi narsa sening qo'lingdagi narsadan bakrak ishonchlik bo'lsin sen uchun deydi. Agar boylardan bo'lmoqchi bo'lsang, Allah dargohidagi Allohning qo'lidagi narsa sening qo'lingda hozir yonchiqingda qo'lingda sanab o'ltagan narsangdan bakrak ishonchlik bo'lsin deydi. Shuning uchun iza aradta an takuna akraman nas, agar insonlarning ichidagi eng karamli kishi bo'lmoqchi bo'lsang, fattaqillah, Allohdan qo'rqgin dedi. Agar insonlarning ichidagi eng kuchli kishi bo'lmoqchi bo'lsang, fatawakkal alalloh, Allohga tavakkul qilgin. Rabbimiz Allah subhanahu va taala deydi-ki, fatawakkal alalloh innaka alal haqqil mubin. Allohga tavakkul qilgin. Allah subhanahu va taolaga tavakkul qilgan. Shaksizki sen ro'shan haqiqat ustidasan dedi. Ro'shan haqiqat ustidasan. Va la tahinu va la tahzanu va antumul a'launa in kuntum mu'minin. Hargiz va hargiz ojizlashmanglar. G'amkin bo'lmanglar. Agar sizlar mu'min bo'lsanglar, sizlar eng oliy, sizlar eng ustunsizlar dedi Alloh subhanahu va taolo. Demek qarindoshlar, yani bu Allah, yani bu iliqi tushkunlik, tushkunlik, bu ajizlik tuyg'usi, bu buruqtirmoq, bundaq bu tuyg'u mu'minning lug'atida bundaq narsa yo'q. Mu'min hargiz, mu'min chunki u butun ishlarining hammasini Alloh subhanahu va taolaning qo'lida ekanligini. Ya bu umidsizlik, bu noiti tushkunlashib ketish bundaq narsa mu'minning hayotida bo'lmaydi. Chunki u barliq ishlarining faqat yolg'iz Alloh subhanahu va taolaning qo'lida ekanligini biladi. U Robbining shundoq go'zal ismlarga ega ekanligi, shundoq qudratli ekanligini biladi u mu'min. Shuning uchun hargiz umidsizlik, bu tushkunlik, qattiq bir xil mayuslanib bundaq tuyg'u mu'minda hargiz sodir bo'lmaydi, qadrli qarindoshlar. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam agar Rasulullohni bira ish
alamlandirib qayg'uga solsa Rasulullah nima deb duo qiladi desak, la ilaha illallohur rohmanur rohim, la ilaha illallohul alimul hakim deb duo qiladi Rasulullah. Ar-Rahmanur Rahim, Rahman va Rahim bo'lgan Allohdan boshqa iloh yo'q va hammani bilguchi Al-Alim val Hakim, hikmat bilan ish qilguvchi Allohdan boshqa iloh yo'q deb shundoq Rasululloh shundoq deydi. Bir ish qayg'uga solsa. Hamma narsa sening qo'lingda ey Robbim. Sen Rahimdilsan, sen Rahmansan, dunyo oxiratda rahim qilguvchisan sen ey Parvardigorim. Bütün ish sening qo'lingda degan gapda bu duoning ma'nosi. Shuning uchun Qur'oni Karim o'quvchi, Qur'oni Karimni tushunib turib o'quvchi g'amkin bo'lishi, tushkunlashishi mumkin emas. Chunki u Robbining Qur'oni Karimda Robbining nurg'un sifatlarini o'qiydi. Har bir ishning faqat va faqat yolg'iz shu qudratli Allohning qo'lida ekanligini biladi. Robbi kun fayakun, zul fayazul. Hamma ish Robbining amrida. Vujudga kel deydi, vujudga keldi, yo'qol deydi, yo'qoladi. Amma insonda bo'lsa hamma ish cheklik insonning. Bütün ishlari cheklik insonning. Mayli qanchalik kuch ko'p ketsin. Amma Robbimizning qudrati, fazli karimi cheksiz va cheksiz qadrli qarindoshlar. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolani tunug'uvchilar, al-arif bo'lgan, Robbini haqiqiy tunug'uvchilar, ular Alloh bilan turdi. Agar tursa Alloh bilan turdi. So'zlasa Alloh so'zlaydi. Sukut qilsa Alloh bilan sukut qiladi. Qandoq hayotdagi turmush, hayot dulqinlari uni naga elib baсын, sharoit nima bo'lib ketsin, ahvollar qandoq o'zgarib ketsin, osmon, zamin ostin ustin bo'lib ketsa-mo, davomli uning qalbiga eng g'olib bo'lib turadigan, uning qalbida eng ko'p o'rin oladigan narsa nima? Zikrulloh, Alloh subhanahu va taolaning zikridir. Davomli Allohning zikri qilib turadi. U davomli Alloh bilan yashaydi, qadrli qarindoshlar. Biz mu'min, qadrli qarindoshlar. Biz Alloh subhanahu va taolaga ahdi bergan mu'min. La ilaha illalloh degan bilan biz Robbimizga ahdi bergan mu'min hisoblanamiz. Biz shu ahdimiz bilan mayli xushalliqda bo'lsin, mayli qayg'uda bo'lsin, osonlikda bo'lsin, qiyinchilikda bo'lsin, boylikda bo'lsin, kambag'allikda bo'lsin, sog'lomligimizda bo'lsin, kasalligimizda bo'lsin, xizmatimiz bavaqtda bo'lsin, xizmatimiz yo'q vaqtda bo'lsin, to'y qilmagan bo'ytaq holatimizda bo'layli yoki to'y qilgan bola chaqaliq bo'lgan holatimizda bo'layli, uyimiz ba holatda bo'lsin, uysiz qolgan chaqlarimiz bo'lsin, biz davomli holatda Robbimizga bergan ahdimizni unutmay, ahdimizni uzib qo'ymay yashashimiz kerak, qadrli qarindoshlar. Haqiqiy mu'minning ishi bu. Alloh Qur'oni Karimda minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullohi alayhi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila deydi Alloh subhanahu va taolo. Mu'minlarning ichida shundoq rijal kishilar bor, shundoq erlar borki, ular sadaqu ma'ahadullohi alayhi, Allohga bergan ahdilariga haqiqiy rostchil bo'lgan, ahdilariga haqiqiy rostchillik bilan ahdi bergan, shu ahdisini ishga oshirgan kishilar bor dedi. Ya'ni bu oyat yana Rasululloh bilan g'azotga chiqqanda sahobalar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam mustahkam bo'lib sabatliq turib jihad qilib shu yerda shahid bo'lgan qadar dadillik bilan Allohga bergan ahdlarida mustahkam bo'lgan kishilar bor deb Alloh shu shahidlarni maqtab keltirgan oyat bu, qadrli qarindoshlar. Allohga bergan ahdini hech buzmagan, ishga oshirgan, rostchillikka chiqargan, Allohga bergan ahdisini haqiqiy tasdiqlagan, isbotlagan kishilar bor dedi. Va minhum man qada nahbahu, ularning ichida o'z ajli bilan shu ularning ahdiga vafo qilib, Allohga shahid bo'lib, ahdisini vafo qilib, shahid bo'lib ketgan shunday kishilar bor dedi. Va ularning ichidan va minhum man yantazir, va kutayotganlar bor. Ya'ni shu Alloh subhanahu va taolaning yo'lida shahid bo'lishni kutayotgan mu'minlar bor. Va ma baddalu tabdila, ular hech o'zgartmadi. Robbiga bergan, Parvardigoriga bergan ahdisini hargiz o'zgartgani yo'q deydi o mu'minlar. Biz ana shu mu'minlardan bo'lishimiz kerak. Nurg'un shahidlarimiz ketdi, sahobalar ketdi,
ahdisiga vafo qilib, ahdisini ishga oshirib ketdi. Biz mu'minlar shuni kutyapmiz. Biz ahdimizni buzmasligimiz kerak, qadrli qarindoshlar. Biz eng oddiy hayotimizdagi, hayoti dunyamizdagi kundalik ish harakatlarimizdagi Allohga bergan shu ahdimizni eng go'zal shaklda ro'shan ishga oshira oladigan bo'lsak, Alloh eng yuqori nishonimiz bo'lgan shahidlikdan iborat bu maqomni bergusi Alloh subhanahu va taolo. Odatdagi ishni qilmay turib, odatdagi taklifat, odatdagi buyurilgan ishlarga amal qilmay turib, buningdan yiroq turib, hech bir amal qilmasdan shahidlikni kutish, shahid bo'lsam bo'ldi deyish, bu haqiqatan Alloh subhanahu va taoloning oldida uyulishga tegishli, ayminishga tegishli ish, qadrli qarindoshlar. Ba'zi arif Alloh subhanahu va taoloni tunigan Allohning do'stlaridan ba'zi shunday degan ekanki, azaqanallohu mimma azaqahum shamma innahu waliyyu kulli ni'ma. Alloh subhanahu va taolo bizga shu shahidlarga tetitgan ashu lazzatdan bir purvog'idek, bir qitim purvog'idek, bir gulni puraymiz ya, ash gulni purvog'idek bir xushpuroq shundoq kelgandek bir puroqni bizga tetitdi dedi Alloh subhanahu va taolo. Ha? Tetitdi. U shaksizki butkul ne'matning egasidir deb shundoq degan ekan. Ya'ni bu Alloh subhanahu va taologa yaqin bo'lishning ta'mi. Allohni tunigan kishidan boshqa, Allohni bilgan kishidan boshqa inson hargiz tetiyolmaydi, qadrli qarindoshlar. So'z qilish boshqa narsa, tetish boshqa narsa. So'zini so'zlash, bir narsaning so'zini so'zlash, lag'man, so'man deb uni so'zni mandaq tatliq, mandaq lazzatlik deyish boshqa narsa, uni haqiqiy og'zimizga silib yeyish boshqa narsa. Tetish boshqa narsa. Bir insonniki necha million pulim bor deyishi boshqa narsa, uni sanash boshqa narsa. Uning so'zini qilish, eg'izda deyish boshqa narsa, uni sanash boshqa narsa. İkisining o'rtasida osmon zamin farq bor qarindoshlar. So'z qilish oson, tetimoq tez, qadrli qarindoshlar. Xo'sh, endi bu ism bilan bo'lgan aloqamiz nima degan nuqtaga keldik. Acaba Al-Quddus ismi bilan bo'lgan mu'minning aloqasi nima? Mu'min qanday aloqasi bor mu'minning bu ism bilan degan? Qanday o'rnatimiz biz aloqamizni? Bu ism bilan bo'lgan aloqamizda nima ustiga quramiz? Qanday aloqa qilamiz bu ism bilan deganda, ulamlar shunday deganki, "Man arafa hazal isma tahhara nafsahu an mutaba'ati ash-shahawat." Kimiki bu ismni tunasa, Al-Quddus ismini bilgan kishi o'zining nafsini shahvatlarga agishishdan poklaydi dedi. Shahvatlarga agishishdan poklaydi. Bu ismni bilgan kishi o'z nafsini shahvatga agishishdan poklaydi. Allohu Quddus, Quddus Alloh subhanahu va taolo. Munazzah, poktur Alloh subhanahu va taolo. U pok Alloh subhanahu va taolo. Hamma narsadan pok bo'lgan bu Rabbimiz pok bo'lgan narsadan boshqa bizning har qanday amalimizning eng poklaridan boshqani qabul qilmaydi, qadrli qarindoshlar. Eng pok, eng saf, eng isildan boshqani qabul qilmaydi, qadrli qarindoshlar. Shuning uchun agarda biz davomliq Alloh subhanahu va taolo bilan birga bo'lishni xohlasak, buni ta'ma qiladigan bo'lsak, biz cho'qim yolg'iz va yolg'iz ana shu Robbimizga ham yuzlanishimiz kerak. Shuning bilan yuzlanishimiz, uning bilan bo'lgan o'ttirimizdagi bog' aloqa haqiqiy bo'lishi kerak qardoshlar. Muhabbat bilan to'lgan qalb bilan bo'lishi kerak. Haqiqiy zikr, muhabbat bilan bog'lanishi kerak. Mana buning bilan ham Alloh subhanahu va taolo bizni yaxshi ko'radi. Allohu quddusun val quddusu yuhibbul muqaddas. Alloh pokdir. Pok bo'lgan bu zot, pok bo'lgan bu Robbimiz, muqaddas bo'lgan, poklangan kishilarni yaxshi ko'rdi. Poklangan bandalarni, o'zini poklagan kishilarni yaxshi ko'rdi. Alloh bizni ana shu muyassar ashundaq baxtga erishgan baxtlik saodatmand bandalardan qilsin, qadrli qarindoshlar. Xo'sh, yana deydi-ki, "Man arafa hazal ism", kimki bu ismni bilsa, bu ismni Al-Quddus ismini bilgan kishi cho'qim o'z nafsini poklashi kerak. Ya'ni ihson martabasiga berishi kerak. İhsan hadisda keltirilgan hammamizga ma'lum. Al-ihson haqida Jibril alayhissalom Rasulullohning qashig'iga kelib savol so'roq shaklida bizga dinimizni o'rgatishgan.
ihson haqida so'radi. Al ihson an ta'budalloha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Quddus ismini bilgan mu'min o'zini poklaydi dedi. İhsan martabasiga yetadi dedi. Sen shundoq ihson degan nima deganda, Allah subhanahu va taolo xuddi sen uni ko'rib turayotgandek ibodat qilishing. Sen uni ko'rmasanmi, Allah subhanahu va taolo seni ko'rib turadi. Ya'ni shunchalik martabaga yetadiki, qo'rqinch, muhabbat uning butun vujudiga singib ketgan. Butun vujudidan bu yig'ib turadigan shaklda muroqaba Allah subhanahu va taoloning uni ko'zib turayotganligidan iborat. Bu shuur, bu hissiyotda harakat qildi mu'min. Ve yani ulemalar dedi ki, men arafa hazal ism, kimki bu ismini bilse, kimki bu ismini bilgen kişi özünün melini haramdan, şübhilik neslerden paklaydı dedi. El-Quddus ismini bilgen kişi, yukarıda dedik, özünün nefsini şehvetler erişten paklaydı. Melini haram, şübhilik neslerden paklaydı dedi. Melini haram. Ve kimki bu ismini bilse, huve tahhara vaktehu ande nesil muhalafat. O özünün vaktini, Allah'a muhalif iş hareket qilib kelishning kirlaridan, bundaq paskinliklardan vaqtini mi paklaydigan kishidir bu dedi. Davomli holatda shuning uchun mu'min Allah subhanahu va taolo qayerda buyurgan bo'lsa, shu yerda hozir bo'ladigan shaklda, qayerdan cheklagan bo'lsa, shu yerda bizni topolmasligi kerak Rabbimiz. Bizni ko'maslik kerak u yerda. Allah nega buyurgan bo'lsa shu yerda, nereden çektiğin bolsa şu yerde yok bo'lishi kerak. Ve ulemalar yana shunday deydi ki, bu isimni bilgan kishi, bu isimni bilgan mu'min o'zining qalbini g'aflat yo'llaridan poklashi, o'zining qalbini g'aflat yo'llaridan poklashi va o'zining ruhini an futuril musakinat, uni tinchlantiruvchi narsalardan poklashi dedi. İnsanın ruhini tinchlantiruvchi narsalardan poklashi mu'min deydi. Bu tinchlantiruvchi al-musakinat degan nima bu musakinat? Musakinat degan masalan insonninki ayoliga moyil bo'lib ketishi yoki bola chaqalarga moyil bo'lib ketishi. Ya bu narsa dunyo hayotidagi ba'zi bir narsalar Allah subhanahu va taoloning roziligini bir chetga qayirib qo'yishga sabab bo'lib qolsa, bo'ldilar degan masalan dars bor deyli. Bir diniy suhbat bor bir yerda. Öydeki bola chaqalaringizni eslab oldi. Yoki ayolingiz voy bo'ldi beraveramiz siz dedi. Buningga moyil bo'lib ketib uyda shuna rahat issiq uyda o'ltirib badonlik quchoqlab o'ltirishingiz bir diniy so'rindan, bir Allohning dinini o'rganish o'rnidan qoldirib qo'ygan bo'lsa, bu al-musakin insonning ruhini tortadigan, shahvatini mayl qiladigan, jalb qiladigan narsalar. Buningga shunday moyil bo'lib ketgandekinlar, bu nima bo'lsa, bu o'zininki shu musakinatga berilib ketganligi. Allah'ın razılığı bir tarafga qayrilib qoldi bu vaqtda. Albatta, oila bola chaqamizni rozi qilish, ularning haqqini berish albatta Allah subhanahu va taolo buyurgan ish. Ammo hargiz ularni rozi qilish, ularni xushal qilish Allah subhanahu va taoloning bir amridan, bir buyrug'idan bizni to'sib qo'ymaslik kerak. Yoki bir yaxshi bir amaldan bizni to'sib qo'ymasligimiz kerak. Yana ulamalar shunday dediki, kimiki bu ismni Al-Quddus ismini bilgan mu'min u biz yuqorida dedik. Hattoki o'zining ruhini o'zi moyil bo'lib qoldigan, o'zining ko'ngli tortadigan shu tarafga, ko'ngli tortib qoldigan, moyil bo'lib qoldigan narsalardan poklig'ishi dedik. Yana shu qadar deganki, qarab boqayli olimlar deganki, Al-Quddus ismini bilgan mu'min u o'zining siridan tortib, ichki dunyosidan tortib anil mulahazati val iltifatat. Har xil mulohiza, har xil iltifat, boshqalarning nazar selishlaridan tortib, palon men qarawatganmidi, palon mening qarawatida jumu degandek bu tuyg'u, bu shuurlardan poklig'uvchi deydi Quddus ismini bilgan mu'min. O'ylab boqayli. Masjidga namoz o'qish uchun bir tunishini ko'rib qoldi. Namozni ajoyib chiroyli texmbak go'zal qilib o'qib ketsa, ay paloni qarawatida. U Allah subhanahu va taolo xoshi bo'lgan inson emas u. Rabbim ko'rib turdi deb ibodat qilayotgan inson emas, o'sha paloni uchun qilgan inson. Ash paloni ko'ryotdi, paloni ko'z texmbak chiroyli o'qib, aldirmay ruku sajda qilay.
deb shundoq bir qalbiga shundoq narsalarni shu qalbiga kelib qolgan shundoq narsalardan qalbini poklovchi. U faqat va faqat Robbiga yuzlanuvchi. Har bir ishni faqat shu Robbiga qildi. Hargiz va hargiz mahluqotni mulohiza qilmasligimiz kerak. Mahluqot meni palani ko'rib turyapti, palani mening ishimga qarayapti degandek bularni hargiz e'tibor qilmasligimiz kerak. Biz faqat Robbimizning dargohidagi o'ringa ko'z tikishimiz kerak, qadrli qarindoshlar. Agar Robbimiz bizni tushirib o'tib qolsa bir yerdan, nazaridan tushirib o'tib qolsa, butun dunyo bizni maqtab ketsin. Robbimizning dargohida qilchilik martabamiz yo'q bizning. Butun dunyo bizni maqtab ketsa. Agar Robbimiz bizning maqomimizni ko'tarsa, butkul dunyo bizni qarshi chiqib, butkul dunyo bizni so'kib ayblasa ham, bularning ayplashi Robbimizning dargohidagi maqomimizni, o'rnimizni hech bir zaman qilchilik tushirib qo'ymaydi, qadrli qarindoshlar. O'ylab boqaylik. Shuning uchun butun qalblarimiz eng chunqur hissiyot, shuur qalblarimizning ichidagi shu tuyg'ularimizni tatib Allohdan boshqalarni mulohiza qilib o'ylab qilishdan hazar aylashimiz kerak, qadrli qarindoshlar. Yana Al-Quddus haqida o'limalar shunday deydi, qadrli qarindoshlar. Bu ismni bilgan mu'min, Al-Quddus ismini bilgan mu'min hech bir maxluqqa xorolmaydi dedi. La yatazallalu li makhluqin va la yuzillu nafsahu allati biha abada robbahu bal yasmu biha. U hargiz va hargiz bu shu nafsi bilan, shu jini bilan, shu vujudi bilan Robbiga ibodat qilgan bu nafsini, bu o'zini Robbiga Parvardigoriga ibodat qilgan nafsini hech bir zaman bir maxluqqa xor qilmaydi dedi. Balki yuqori o'rildi dedi. Maqomini yuqori ko'tardi dedi. Xo'sh, biz bu nafsimiz bilan Allohga ibodat qilamiz, qadrli qarindoshlar. Allohga yuzlanamiz. Acaba Robbiga ibodat qilayotgan Alloh subhanahu va taologa yuzlangan bir jon, bir vujud, bir badanning, bir nafas, bir ruhimiz, biz qalbimizningki bir maxluqning oldida xor bo'lishi loyiqmi, qadrli qarindoshlar? Xor qilib berishimiz loyiqmi bu jismimizni, bu badanimizni, bu qalblarimizni? Va Robbimizning Quddus ismini bilgandan keyin ham shunday xor qilib berishimiz joizmi? Loyiqmi, qadrli qarindoshlar? Bu nafsimiz Allah subhanahu va taolaning ismini, Allohning ma'rifatini, Alloh haqidagi ma'rifat, bilimni tunib poklangan nafsimizni bir maxluqning oldida xor qilib berishimiz loyiqmi acaba? Shuning uchun hadisda man jalasa ila ghaniyyin fatada'da'a lahu zahaba thulusa dinihi dedi. Kimiki bir boyning qishig'i berib o'ltirib, uningga bu yer ilinib, uningga miskin ko'rinib, uningga voydab xushomat qilib, uningga dardni miskin holatda ko'rinsa, u insonning dinining 3dan 1 ketib qolgan bo'ldi dedi hadisda. Alloh saqlasin, qadrli qarindoshlar. Alloh bu she'rni aytgan kishiga Alloh rahmat qilsinki, ij'al li robbika kulla izzika yastaqirru va yathbutu fa iza tazazta biman yamutu fa inna izzaka mayyitu. Sen butkul Robbing uchun barliq izzatingning hammasini faqat Robbing uchun qilgan. U mustahkam qaror edib, sabit holatda turdi. Hech sendan ayrilib qolmaydi dedi. Agarda sen o'ladigan kishi bilan izzatni buningdan tamo qilib, buningdan kutib qoldi ekansan, sening izzating shaksizki o'likdir dedi. O'ylab boqaylik. Yana o'ylab boqaylik, qadrli qarindoshlar, bir shikoyat, bir o'zimizga o'xshash bir maxluqqa shikoyat qilish, Ar-Rahman, Ar-Rahim bo'lgan Robbimizni shikoyat qilish, rahimdil bo'lgan, hammadan rahimdil bo'lgan bir zotni, mening halimma u bu deb bir maxluqqa shikoyat qilish ayiblik bir ish, qadrli qarindoshlar. Shuning uchun Ibrohim alayhissalom Jibril alayhissalom qishig'i kelib, sening bira alaka hajatun, alaka indallohi hajatun deb shuna deganda, Jibril alayhissalomning qishig'i kelib, Jibril alayhissalom Ibrohim alayhissalomni o'tib tashlagan vaqtida, kafirlar uni Ibrohim alayhissalomni o'tib tashlagan vaqtida Jibril alayhissalom
Allah tarafından avatildi. Kelib deydi İbrahim aleyhisselam'a. Aleke indallahi haca. Senin Allah dergahida Allah'tan kütüdüğün bir hacitin var mı da şuna deydi. Kim o devatqını? Adetki bir insan mı? Dadası aksi mi? Vahiy periştisi boğan Cibril aleyhisselam kelib deydi. Yani bazı bir rivayetlerde hacitin var mı degendeken ya sendin mi da şuna deydi. Yo'q degandeken yo'q menden emas. Allah subhanahu ve ta'aladan kütüdüğün bir hacitin var mı deydi. Bu rivayette alaka indallahi hacet bivasıta kelgan. Yani senin Rabbin Allah subhanahu ve ta'aladan kütüdüğün Allah'tan kütüdüğün bir hacitin var mı deb şuna so'raydi. O'tqa tashlangan vaqt. O'tqa tashlanish oldidagi vaqt qadrli qarindoshlar. O'tqa tashlanish oldidagi shu osmon zamin tog'dagi o'tni qo'yib bergan vaqt. Shu vaqtida kelib sening Rabbingning dargohidan kutadigan, Rabbingdan kutadigan bir hojiting bormi degandan keyin ular shunda kofirlar buyuk o'tni yoqqan edi shu vaqtda. Nima deb javob bergan qadrli qarindoshlar? İbrahim Aleyhisselam nima deb javob bergan sizlarcha? Degan ki ilmuhu bihali yughni an suali deb javob bergan qadrli qarindoshlar. İbrahim Aleyhisselam ügünüşümüz kerak bo'lgan biz hayatımızda bilişimiz kerak bo'lgan, tatbiqlashimiz kerak bo'lgan mavzu qadrli qilib boqaylik. Ilmuhu bihali yughni an suali. Rabbingdan bir hojiting bormi deganda, Rabbimning mening hozirgi ahvolimni bilishdan iborat. Allah biladi. Mening hozir qanday ahvolda ekanligimni albatta Rabbim biladi. Şu bilgen, şu ilminin o'zi mening onundan sual so'rashimni behojat qildi. Rabbim biladi buni. Shundan bilan nima dedi Allah? Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim dedi. Dedik biz dedik ayette Kur'an-ı Kerim'de. Ot İbrahim aleyhisselam'a İbrahim'a soğuk salametlik bir g'ishlig'ichi bunun İbrahim aleyhisselam dedi. O'ylab boqaylik. Tafsir shunday dedi ki, agar Allah subhanahu ve taala bu yerda qulna ya naru kuni bardan deb va salaman degan gapni demagan bo'lsa, oyatning oxiridagi bardan va salaman deb dedi. Kuni bardan deb to'xtab qolgan bo'lsa, İbrahim aleyhisselam shu tog'dek yiqilgan, yalqullab shu kuyayotgan o'tning ichida so'g'uqdan o'lib qolgan bo'ladi dedi. O'ylab boqdingmi qadrli qarindoshlar? Kuni bardan degan bo'lsa, so'g'uq bo'ling degan bo'lsa, İbrahim aleyhisselam shu o'tning ichida so'g'uqdan o'lib qolgan bo'ladi dedi. Lekin Allah bardan va salaman shunda salqin, salomat beg'ishlik uchun salomat saqlaydigan holatda so'g'uq bo'ling dedi Allah subhanahu taala. Va deydik yana agarda Allah subhanahu ve taala kuni bardan va salaman ala İbrahim demay, qulna ya naru kuni bardan va salaman degan bo'lsa, ala İbrahim, İbrahimga demagan bo'lsa, İbrahimni demagan bo'lsa, o't shu zamondan, shu vaqtdan tortib qiyomat qoyim bo'lguncha o't deydigan o't ko'ydirmaydi. Butunlay ko'ydirish xususini yo'qotdi. Şu vaqtdan boshlab İbrahim aleyhisselam o'tga tashlangan kundan boshlab o't hech ko'ydirmaydigan bo'ladi. Hiçbir narsa ya bugungi zamonimizda bu tamoq etish, buni bir narsani pishirib yeyish, bu narsa hiçbir zaman mavjud bo'lmagan bo'ladi qadrli qarindoshlar. Lekin Allah ala İbrahim, faqat İbrahimga. Shu mavzudalar, shu o'rindalar. İbrahimga shunday bo'lgan dedi. O'ylab boqaylik. Ya Rabbi, demek biz qanchalik ne'matning ichida ekanligimizni ko'raylik qadrli qarindoshlar. Rabbimizning qanchalik qudratli ekanligini, qanchalik
Bendisiga qandoq yordam qildiganligini ko'rib boqaylik qadrlar. O'ylanaylik qadrlar qarindoshlar. Shuning uchun nayt go'zal aytilgan so'z borki qadrlar qarindoshlar. İza kana Allahu ma'aka faman alayk va iza kana Allahu alayka faman ma'ak. Agar Allah sen bilan birga bo'lsa, Allah sen tarafda bo'lsa, kim sening qarshingga chiqa olasin? Kim sana muxolifat qila olasin? Kim seni oldingda tik tura olasin? Agar Allah sening qarshingda bo'lib qolsa-ku, kim sen bilan birga tura olasin? Kim sen bilan birga tura olasin? Mu'minning shuning uchun mu'minning Allah subhanahu va taala dargohida mu'minning o'rni alohida bo'ldi. Maxsus muomala qildi mu'minga Allah subhanahu va taala. Buningga dalil nima degan vaqtida Rabbimiz Allah subhanahu va taala sura Anbiyoda shunday deydi. Wa zannuni iz zahaba mughadiban فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين dedi Allah subhanahu wa ta'ala. Bu ayette Allah subhanahu Yunus aleyhisselam'ın kıssını bayan qilib berdi bizga. Bunu bayan qilgin deydi. Va zannun, ya'ni vazkur zannun, yani Yunus aleyhisselam'ın kıssını bayan qilib bergandan gap berdi. Bir fe'l mahzuf bu. Yunus aleyhisselam'ın kıssını bayan qilib bergan. Öz vaqtida u nima degan? O qavmining iymon etmaganligidan shunchalik da'vat qilib iymon etmay turib olgan ekan qavmi. Xafa bo'lib shahardan chiqib ketdi Yunus aleyhisselam. Hamda o Yunus aleyhisselam o bizni Belixning qarnida o'zini qismaydi deb o'yladi. Ammo lekin voqealar uzun bir voqealik tafsirlarda so'zlandi bu yerda. Yunus aleyhisselam oxirida bu kema dul qo'linib ko'taranmay mal mulkni butun mallarning hammasini tashlab qo'ydi. Uning kendi mallarning hammasini dengiz tashlasa yana bo'lmaydi. Odam tashlash uchun bu yerda hammasi Qur'a silishib bu yerda chek tashlash degandek. Va hammasi davomli Yunus alayhisolamga chiqib qoldi bu. Oqidan Yunus alayhisolam tashlamaymiz deb men oqidan 3 qatim orqa chiqib qolgandan keyin Yunus alayhisolamni oxiri tashlashga majbur bo'lgan gap. O'zini atidi Yunus alayhisolam Alloh subhanahu va taolo noyat cho'ng bir ketdi, yani al-hud deb arab tilida atildi bu. Noyat bak buning shu yani ig'irligi taxminan bugungi nimada 150 tonnadan ortiq keldi ekanda hamda uniki. Shu Yunus alayhissalomni yutib olgan shu kitdan shu cho'ng hamda shu beliqninki ig'irligi 150 tonnadan oshdi deydi. Ya'ni uning odatda bir bolasini shuni o'limalar shunda deganki, bundan tadqiqotchilar bir bolasini kunda, ya'ni bir bolasini har bir vaqt imitsa, bir qitim imitganda 300 kilogram sutlar imiti deydi bolasini. Odatdagi normal bir vaqt tamoqi 4 tonna beliq yeydi ekan bu. Bir vaqt normal tamoqi 4 tonna beliq yeydigan shundoq cho'ng. Ana shundoq kitni Alloh subhanahu va taolo Yunus alayhissalomni yutib olishga amatidi. Yunus alayhissalom bunun qo'sqiga tushib qoldi. Nima deydi bu qorong'ulikning ichida? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Yunus alayhissalom ana shu beliqning qarnida turib Allohga tasbih etdi. Sendan boshqa iloh yo'q ey Robbim. Sen pok tursan, men zolimlardan bo'lib qoldim deb shunday. Fanada fi zulumat la ilaha. U qorong'uliklarning ichida Robbiga nido qildi dedi. O'ylab boqaylik. Bu yerda herkes zulmat, yana bir qorong'ulikning ichida zulumat deb arab tilida ko'plik sonda keldi. Zulumat tafsirshunoslar bunday deydi ki, nimishqa qorong'ulik deb shunday desa, u bir kechining qorong'uligi deydi. Kechti deydi. Kechining qorong'uligi bir qorong'ulik. Dengizning qorong'uligi bir qorong'ulik, dengizning qorong'uligi va beliqning qo'sqining ichi bo'lgandiki u bir qorong'ulik. Qatma-qat 3 qorong'ulikning ichida bo'lganligi uchun fi zulumat deb oldi dedi Alloh subhanahu va taolo bu oyatda. Fanada fi qatma-qat qorong'ulik. Ashu qorong'ulikning ichida Robbiga nido qildiki, alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sendan boshqa iloh yo'q ey Robbim.
Sen paktursan, men zulm qiluvchilardan bo'lib qoldim dedi. Rabbimiz nima deydi? Yunus alayhisolamning duosiga nima dedi? Fastajabna lahu va najjaynahu min al-gham. Biz uning duosini ijobat qildik dedi Rabbimiz. Va uni g'amdan xalos qildik dedi. G'amdan xalos qildik. Xo'sh, endi nima diqqat qiling haqida. Har birimiz xo'shallikdan yuragimiz portlab ketishi kerak bo'lgan bir xo'sh bishoratni berdi bu oyatdan keyin. Diqqat qiling qadrli qarindoshlar. Har birimizning yuragi yerilib ketgan darajada xush bishoratni beradi-ki, Alloh bu oyatning oxirida va kazalika nunjil mu'minin dedi. Ana shunga o'xshash mu'minlarni biz ana shunda xalos qilamiz. Ana shunda qutqizamiz. Ana shunda ham qayg'ulardan, kelishmaslikdan ana shunda qutqizamiz dedi. Ya Rabbi, ulug' Parvardigor. Rabbimizning mushu oyat bilan butun qalblarimizni muhabbatga, nurga to'ldirishga yetarli qadrli qarindoshlar. O'ylab boqaylik. Nima degan cho'ng xush bishorat bu qadrli qarindoshlar. Va kadalika nunjil mu'minin. Alloh subhanahu va taolo bizni nijotga erishgan mu'minlardan qilsin. Demak, qadrli qarindoshlar, mavzuimiz qaytib kelsak, mu'min, Al-Quddus ismini bilgan bu mu'min hargiz va hargiz maxluq oldida. Qandaqsiga har qilsin o'zini maxluqning oldida. Allohni tunish bilan poklangan, yuqori o'rlagan, ruhi yuksalgan bu mu'min qandaqsiga bir maxluqqa o'zini har qilib bersin. Mustahil, bu mumkin emas bu. Va shundaqli bu Quddus ismini bilgan mu'min uning qalbida, Allah subhanahu va taolaga shohidlik bergan, Allohga guvoh bo'lgan bu qalb bilan hiçbir maxluqni yo'g'on bilmaydi dedi, cho'ng bilmaydi dedi. Bu deganlik hargiz takabburlik qildi ularga deganlik emas, qadrli qarindoshlar. U Allohning ham eng muqaddas, eng ulug', eng cho'ng bildi degan gap. Hech kim uningdan boshqa har qanday maxluq uning nazarida uni qilib etadigan, buni qilib etadigan kuchga ega emas u. Allah xohlamasa, Allah kuch bermasa, Allohning irodasi hech bir ish qilolmaydi deb qaraydi. U qalbi bilan Robbiga shohidlik bo'lgan, Robbiga guvohchi bo'lgan bu qalbi bilan hech bir maxluqni ulug'lamaydi, cho'ng bilmaydi. Chunki u Robbi Alloh subhanahu va taolani ulug'lagan. Bu qalb Alloh bilan birga qo'shib, kuch-quvvat, qudrat, bu narsani aziz qilish, xor qilish bu narsada yana bir maxluqni nim bo'lib kelsin, uning bilan teng o'rinda ko'rmaydi. Faqat va faqat Allohning do'stlarini ulug' ko'rdi, cho'ng bildi. Allohga yaqin bandalarni, solih kishilarni ulug' bildi. Chunki bu yerda ularni yaxshi ko'rish, ularni ulug' bilishni bo'lsa, natijaga elib boradigan narsa o'xshash. Chunki Allohning avliyolarini, Allohning do'stlarini yaxshi ko'rish, Allohni yaxshi ko'rish degan gap qadrli qarindoshlar. Yahlifuna billahi lakum liyurdukum vallahu va rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin dedi. Shundaq munofiq tabiat kishilar borki, ular sizlarni rozi qilish uchun Alloh bilan qasam qilishdi. Voy biz andaqdiq, biz mundaqdiq. Biz hargiz undaq gapni qilmadik. Undaq qalamayotgan gapni qilmadik biz deb qasam qilishib ketdilar. Agar ular rostli mu'min bo'lgan bo'lsa, rostchil mu'min bo'lgan bo'lsa, ular Alloh va uning rasuli rozi qilishga eng haqli kishilar ular edi dedi. Alloh va uning rasuli rozi qilishga eng haqli bo'lgani ular edi, Alloh va rasuli edi. Agar ular haqiqiy rostchil mu'min bo'lsa dedi. Demak, Rasulullohni rozi qilish, Allohni rozi qilish. Allohni rozi qilish, Rasulullohni rozi qilish. Yana o'limalar deydi-ki, bu ismni tunigan mu'min, Al-Quddus ismini bilgan mu'min, u cho'qim yo'qitib qo'ygan, qo'lga kep bo'lib, qo'liga egi bo'lib, yo'qitib qo'ygan narsaga hargiz parvo qilmaydi dedi. Ayrilib qolgan bir narsaga parvo qilmaydi. Tushuningizmi qadrli qarindoshlar? Qo'liga bir narsa kep bo'lgandan keyin undan ayrilib qolsa, hargiz parvo qilmaydi, pushaymon qilmaydi, voy Alloh kalla demaydi. Ya'ni u shundoq mu'minki qadrli qarindoshlar. Uning qalbi, zihni Allohning ma'rifati bilan to'lgan.
ruhi Allah'ның marifati bilan yuksalgan. U mu'min mayli qaraysiz-ki dunyo nayt oddiy yashayotgan bo'lsa-mu, uy odatdagidek bo'lsa, yarasida o'tiradigan bo'lib qolsa-mu, maaşı az, xizmeti odatdagi bir xizmat, ayoli o'ttir hal bir sinfdagi ayol, qo'shnilari uni davomli avara qilib turadigan, jadal qilib turadigan qo'shnilari bo'lsa-mu, davomli deydi-ki, ya Rabbi maza faqada man vajadak. Ey Rabbim, seni topgan, sana erishgan kishi nimadan ayrilib qoldi? Sana erishgan kishi nimadan ziyon tortdi, ey Rabbim deb shunday deydi. Uning barliq so'zlari shu. Yani deydi-ki, shundoq odatdagi hayot yashab turib, Allah subhanahu wa taala bizga o'z ikromidan nurg'un ikrom ato qiladi. Bizga hech bir narsamiz kam emas bizdan deb shunday deydi. Mana bu haqiqiy novchilik qadrli. Mana bu haqiqiy Allah subhanahu wa taolaga shukr aytish, Allohga haqiqiy qul bo'lishning ko'rinishlaridan birisi qadrli qilinishi. Allah'ın haqiqiy tunigan vaqtida mu'min, Allohga haqiqiy bog'langanda bir mu'min, uningdan keyin bog'lanib bo'lgandan keyin hech bir ziyonni haqqan cho'ngib ketsa-mu, ziyonni ziyon bilmaydi. Ziyon emas uning uchun. Hargiz ziyon tatmaydi o mu'min. Ig'ir kasal bo'lib ketsin, uni og'ritayotgan, uningga alam berayotgan kasal bo'lib ketsin. Deydikan bu Allohning mashiatulloh, Allohning xoliqini, buningda bir hikmat bor. Deb shunda nayt tamkin holatida. Men Allohning qazosiga roziman. Mana bu hissiyat, bu tuyg'u, bu shuur insondagi, mu'mindagi bu shuur, u tatiyotgan alam, u azoblarni unutildirdi uningga. Bu tuyg'u qadrli qarindoshlar. Shuning uchun ayt go'zal bir beyt o'qilganki, Alloh rahmat qilsin aytquchisiga, falaytaka tahlu wal hayatu marira walaytaka tarda wal anamu ghidabu وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا صح منك الوصل فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. Kaşke sen tatlık bulup aramız şundak tatlıkla bulunduğun bolsa, yani bu güzel yüz tercüme qilish biraz tez keldikan, bu arabcha she'r bo'lganlik uchun qopiyalashtirib tercüme qilish kechirgaysizlar buningga. Falaytaka tahlu wal hayatu marib. Bu hayotning hammasi ochiq bo'lib ketsin dedi. Bu she'rda Robbiga bo'lgan, bu she'rni yozuvchini mu'min Robbiga bo'lgan o'zining muhabbatining naqadar yuksakligini anglatadi qadrli qiladi. Butun hayot ochiq, zaharga to'lib ketsin. Salla tatliq bo'lgan deydi. Salla tatliq bo'lgan. Va sallam, kaşke sallam rozi bo'lsang, uning kayni butkul mahluqotlarning hammasi menga g'azablansin dedi. Hammasi g'azab bilan to'sin. Salla rozi bo'lgan. Walaytallazi bayni va baynaka amirun. Va kaşke men bilan sening o'ttirang avat bo'lsin. Hech uzilib qolmasin aramiz. Men bilan sening o'ttirang ey Rabbim avat bo'lsin, uzilib qolmasin. Shundoq avat tutsin, bog'liqlik holat tutsin. Ve onun kaynidan men bilan butkul olamlarning orasi uzilib xarob holatda, vayron holatda bo'lsa ham, agar sen tarafdan bo'lgan iza sahha minkal wuslu fal kullu hayyinun va kullu allazi fawqa at-turabi turab. Sendan bo'lgan bog'lanish, sen tarafdan bo'lgan bu ulanish sog'lomli bo'ladi ekan, to'g'ri bo'ladi ekan. Hamma narsa bekan, hamma narsani odatdagi narsa. Hamma narsa odatdagi narsa. Tuproqning ustidagi, bu tuproq ustidagi butun narsa tuproqdir deydi. To'pi ustidagi hamma narsa nima bo'lsa bo'lsin hammasi to'pidir deydi. فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا. Yeni bir beyt. Agar sening ko'zlaring biz şu bizning ne'matlarimiz ato qilingan şu ne'matlarimizni ko'rgan kishilar ko'rgandek bizning yaxshiliklarimizni sizning ko'zlaring ko'rgan bo'lsa hargiz va hargiz bizdan boshqalar tarafga burilib ketmagan bo'lading dedi. Bizdan boshqa tarafga mengib ketmagan bo'lading. Agar sening quloqlaring bizning go'zal xitobimizni anglagan bo'lsa, sen o'zingning ustidan ajablanish, bu cho'ngchilik kiyimini sep tashlab etib bizning dargohimizga, bizning qishimizga kelgan bo'lading dedi. O'ylab boqaylik. Shuning uchun Al-Quddus ismini bilgan mu'min
o'zi yutirib qo'ygan bir narsaga erishib bo'lgandan keyin uni yutirib qo'ygan narsaga hiçbir zaman parvo qilmaydi. Hiçbir zaman parvo qilmaydi. Bir qatim yani Abu Bakr Siddiq radıyallahu anhu haqida shunday go'zal bir so'z tilga olindi. Abu Bakr Siddiq radıyallahu anh har biz hayotimizni unutib qolmasligimiz kerak bo'lgan narsa qadrli qarindoshlar. Abu Bakr Siddiq radıyallahu anhu dunyodan qo'ldan berib qo'ygan hiçbir narsaga pushaymon qilmaydi ekan. Abu Bakr Siddiq radıyallahu anhu dunyodan dunyoviy bir narsalarning qo'lidan chiqib ketib qolgan hiçbir narsaga hayotida pushaymon qilmaydi ekan. Yana bir xususiyati bor, agar bir ishga niyat qilib maqsad qilgan bo'lsa, uningga erishmaguncha to'xtamaydi ekan. O'ylab boqaylik. Bugun kunda atrofimizga qaraydigan bo'lsak, hammasi nurg'un shikoyatlarni anglaysiz. O'zining nasibasidan qaqshayotgan, ta'lim yo'qkan deyotgan, kajtalaylikkanman deyotgan, o mening ayolim andaq deyotgan, akam mandaq deyotgan, yana bir nima mandaq deyotgan. O'ylab boqaylik. Qaqshab yurgan. Qadrli qarindoshlar, biz o'zimizning qaysi yo'lda mengayotganligimizni bilib mengishimiz kerak qadrli qarindoshlar. Qaysi yo'lning ustida ekanligimizni bilib mengishimiz kerak qadrli qarindoshlar. Abu Bakr Siddiq radıyallahu anhu'ninki dunyodan hiçbir narsaga pushaymon qilmaydi dedi, qo'ldan chiqib ketgan. Va nima desa yana bir sifati u va la yarji'u qabla al-wusuli ilayhi ba'da ma qasadahu dedi. Maqsad qilib bo'lgan, bir maqsadni qilib bo'lgandan keyin uningga yetishdan burun qaytmaydi dedi Abu Bakr Siddiq radıyallahu anhu. Biz bir yo'lning ustida. Haq bir yo'lning ustida ketyapman deb ketyapmiz. Uning keyinda shunday u yoq bu yoqqa qaydigan, boshqa yoqqa moyil bo'lib ketadigan. Nima uchun? Birisiga qarasangiz, men hozir o'yanmasam bo'lmaydi, men pul topmasam bo'lmaydi, hozir bizga top turayman deb boshqa nurg'unlagan, halol harom demasdan ketayotgan. To'g'ri yo'lda menib bir mazgil mangan ekan. Yana birisi Alloh subhanahu va taolaning yo'lida mengayotgan bir inson. To'y qilmagan holda bo'ytaq vaqtida shunday chiroyli mengayotgan bir inson to'y qilib bo'lgandan keyin qarasangiz, u baribog'an sir ilm so'rovlaridan qilayotgan, texinbek burunqi taqvoligi yo'q bo'layotgan, bu rahat parag'at bola chaqa u bu deb o'zininki shu dunyodagi oddiy kichikkina bir rohatini deb nurg'un cho'ng erishilmoqchi bo'lgan savoblar Alloh dargohidagi rahmat, dunyodagi ilm so'rovlari bundan mahrum qilayotgan. Yo'llardan qiyib ketish bu qadrli qarindoshlar. Yo'llardan borgan sari o'zining nishonidan chiqib ketish bu. Qanchalik inchik so'z qadrli qarindoshlar. Abu Bakr Siddiq radıyallahu anhu la yarji'u qabla al-wusuli ilayhi ba'da ma qasadahu. Maqsad qilib bo'lgandan keyin yetishdan burun yetib bo'lsa burun yanmaydi dedi. Biz mu'min bo'lish sifatimiz bilan qadrli qarindoshlar Alloh subhanahu va taoloni maqsad qildi. Hamda Robbimizni nishon qilib bo'lgandan keyin boshqa yoqqa burilib ketish degan hiçbir narsa bizni burayolmaslik kerak. Hiçbir narsa bizning nishonimizdan boshqa yoqqa buranmaslik kerak. Na xatarlar, na qiyinchiliklar, na nurg'un vahimlar, na tahdid, na kambag'allik, na hiçbir narsa bizni Robbimizni nishon qilib mangan yo'limizdan bizni burayolmaslik kerak. Boshqa yoqqa so'rab ketmaslik kerak qadrli qarindoshlar. Ulamolar deydi-ki, bu ismni tunigan mu'min, bu ismni bilgan mu'minning qilishga tegishlik adablaridan birisi nima desa, u o'zining himmatini oliy qilish kerak, himmatini ko'tarishi kerak dedi. Hattoki Alloh subhanahu va taolo u insonning bu tirishchanligi sababli u insonni ayiblaridan, nuqsonlaridan ham poklig'ay deydi. Poklig'usi. U o'zini oldi bilan o'zining himmatini oliy qilsin, yuksalsin. Allah subhanahu wa taala onun ayiblaridan poklaydi dedi Allah subhanahu wa taala. Endi bu yerda ayib degan so'zlar qilingan vaqtida bir narsani eslatish kerak bo'ldi. Ya'ni insonning jismidagi ayiblar qadrli qarindoshlar, jismimizdagi ayiblar mayli qanchalik cho'ngib ketsin, qanchalik alamlik bo'lib ketsin. Palaj ulayli, ko'zimiz ko'mas ko'r ulayli,
ve nait ig'ir kesel yarıp ketayli. Bu o'lgan hamon jismdagi ayib o'lgan hamon tugaydi. Uning og'riq bu narsalar hammasi o'lgan hamon tugaydi. İnsan ölüş bilen tugaydi. Ammo lekin qalblarning kasalligi uchun, qalbdagi kasallik bo'lish uchun o'lgan hamon boshlaydi. Ay o'lgan sukunatdan boshlaydi buning dadi. Buning og'riqi inson jinini taslim qilgandan tatib boshlandi buning og'riqi. Shuning uchun annasu niyamun iza matu intabahu dedi. Ha? İnsanlarning hammasi uxlayotgan bo'ldi dedi. Uxlayotgan degan dunyoda hammasi xuddi bir g'ariq uyquda uxlayotgandek dedi. Ölse eğer ular ölgen hamon intabahu derhal küçüp uyg'onish. Ha? Nayt dikkat qilib insan ölgen hamon barliq narsa shu vaqt oshkor bo'ldi-da. Xuddi uyg'onib ketgan, tushib uyg'onib ketgan insondek amallarimiz dunyoda yaxshi bo'lsa, yaxshicha, yomon bo'lsa, uni tutiladigan gap qadrli qarindoshlar. Bu vaqtda boshlangan. Dunyoda insonning qilgan shuning uchun xatoliklarimiz, jinoyatlar, buning hammasi amaliyotda bir nimish qiluvchi, mas qiluvchi o'kulga o'xshaydi bu narsa. Bu narsalar hamma insonni o'qiltib mas qiladi. Mas qildi bu narsa. Ölgen hamon bu meslik yishilib ketganda derhal bu vaqtda o'z holatiga kelgan gap. Bütün narsaning nimalar echilib ketgan gap. O'zining qanday maxluq ekanligini shu o'lgan hamon bildigan gap bu vaqtda. Shaqiy bo'lsa shaqiylikka yarasha narsa ko'radigan gap. Baxtlik bo'lsa baxtlik insonning yarasha rohat baroqatni ko'radigan gap qadrli qarindoshlar. Tuvandagi Jami-us Sag'irdagi kelgan hadis bilan uning keyindagi oyatda nayt ro'shan bizga ochiqlab berdi qadrli qarindoshlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şuna dedi ki innel ara la yalzamul mar'a yawmal kıyamah hatta yaqula ya rabbi la irsaluka bi ilan nar ahwanu alayya mimma alqa ve innehu la ya'lamu ma fiha min şiddetil azab dedi. Şeksiz ki ar numus, ar xijillik bu narsa qiyomat kuni insonga choplashib bo'ldi dedi. O'lgan hamon biz hamma narsa oshkorlandi. Butun pardalar hammaning haqiqatini shu vaqtda bilamiz qadrli qarindoshlar. Bu ar numus, xijillik bu narsa qiyomat kuni insonga choplashib bo'ldi. Hattoki deydi-ki, ya Rabbi, meni jahannamga tashlashing, jahannamga avatib etishing, men uchirgan bu ishdan bakrak menga yinikrak tuyuldi ya Rabbim deb shuna dedi. Çünkü o insan bu arnumus, bu xijilchilikda, bu xijilchilikning ichida azobning eng qattiqini tetiydi dedi. Nayt qattiq azob tetiydi dedi. O'ylab boqaylik qadrli qarindoshlar. Yani bu nafs, bu qalbi og'riq, bu qalbi azob insonlarga bu pushaymon, bu o'zining tugashganligini his qilishdan iborat. Bu azob nima desa, nayt cho'ng bir qattiq alam berdi insonga. Nafsiy jihatdagi alam. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu ve Teala "Kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala ellezina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya ve hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Etqani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Biz sizlarga amal jihatda eng ziyon tatquchilarni xabar qilaylikmi biz sizlarga? Ha? Xabar qilib beraylikmi sizlarga? O şunday kişiler ki ularning hayati dünyada qilgan amalları, hayati dünyadaki işleri azgan, hayati dünyadaki sa'iylari, işleri azgan, amma lekin ular özlerini yaxshi ish qilyapmiz deb gumon qilayotgan kishilardir dedi. Amal jihatda eng ziyon tatqanlar, dunyoda biz yaxshi qilyapmiz, bizga shu nochni amalni qilyapmiz deb shuna gumon qilgan, aminati sa'iylarining hammasi Allohning kitobi shariatiga zid bo'lgan amallarda yurayotgan bu kishilar amal jihatdan eng ziyon tatgan kishilar bo'ladi dedi Alloh subhanahu taolo. Alloh subhanahu taolo bizni bunday baxtsiz kishilardan qilib qo'ymasin qadrli qarindoshlar. Allohga tuvanchilik bilan tilaymiz. Yani qadrli qarindoshlar, yana ulamolar bu ism haqida Al-Quddus haqida degan ki, Al-Quddus ismini tonigan mu'min o'zining tilini g'aybatdan poklaydi dedi. Davomli poklash haqida gap qilyapmiz. Quddus ismini, Quddus Rabbini tonigan mu'min o'zining tilini g'aybatdan poklaydi. O'zining qalbini g'aybatdan poklaydi. Davomli holatda Robbiga yaqin bo'ldi, shuning bilan buni bilan pokladi.
va o'zining ko'zlarini ham har xil shak shubha bilan qarashdan, haromga qarashdan poklaydi. Va o'zining sir, o'zining ichki dunyosini ham poklaydi. Shuning bilan qanday qiladi? Bundaq paklagan mu'minni Allah subhanahu va taala uning ichki dunyosini Allah bilan o'ttirdi, parda bo'lib qoldigan bundaq pardani ichib o'tdi Allah subhanahu va taala. Bu pardani ichib o'tib, Allah bilan shunday yaqin mu'minga aylandigan ekan. Allah bizni ana shunday baxtli mu'minlardan qilsin, qadrli qarindoshlar. Yani bu dersimizning Al-Quddus ismining xulosasi nima degan vaqtida va nahnu nusabbihu bihamdika va nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aşu farishtalar deganlik. Biz ey Rabbimiz, biz sana hamdu sana aytish bilan sana tasbih aytamiz va sen uchun o'zimizni poklaymiz. Sana loyiq sen bilan birga bo'lish uchun, sening dargohingda sen bilan birga bo'lish uchun, sening jamolingni ko'rish, sening jannatingda sening do'stlaring bilan birga bo'lish uchun, mu'minlar bilan, shahidlar bilan, payg'ambar, siddiqlar bilan birga bo'lish uchun, ana shundoq shular bilan birga bo'la oladigan, shularga loyiq mu'minlardan bo'lish uchun o'zimizni poklaymiz ey Rabbimiz. Degan bo'ldi darsimizning xulosasi bu qadrli qarindoshlar. İbrahim ibn Adham shunday hikoya qilinganki, bir kuni yo'lda ketib o'tib bir masni uchirdi deganda, yo'lda mas yotgan bir odam. Yo'lning o'ttirlam yetib qolgan. Qusib o'tgan, kiyimlari oldamiz qusuq. Shuning bilan bu İbrahim ibn Adham aytib qattiq taqvodor olim kishi. Nayt qattiq ko'ngli yerim bo'ldi ekanda bu ahvolni ko'rib. Ya bu mushu ig'iz bilan mushu qusuq yotgan, yo'lning o'ttirdi yotgan, mushu ig'iz bilan Allah subhanahu va taolani shu buyuk Allohni zikr qilgan ig'iz tursa bu qandoq bir baloga tushib qolganda bu deb uning tilini, ig'izlarini yuvib tozalab qo'ydi ekanda. Mush til bilan Allohni zikr qilgan bu deb. Bugun bu qusuq holatda turdi, bu yo'lda yetib deb uni tozalab qo'ydi ekan buni. Nayt ulug' bir shayx. Shuning bilan bu maslikdan yeshilgandan keyin boshqa kishilar İbrahim ibn Adhamdek cho'ng bir dangliq olim bir shayxninki uning shu san qanday qo'ygan bilasizmi, munda qildi degandan keyin bu intam bu maslikdan yeshib İbrahim ibn Adhamning bunday qilganligini anglab qattiq o'z-o'zidan xijil bo'lib Allohga tavba qilib yig'lab Allohga tavba qilgan. Va u tavbasini aytib go'zal bo'ldi ekan bu kishiningki. Alloh subhanahu tavbasini qabul qilib, ve İbrahim ibn Adham kim tushida shuni ko'rdi ekanda. Tushida shunday tush ko'rdi ekan. Tushida bu birisi shunday bir nido qilg'uchi deb aytgan ekanki buningga, ya İbrahim tahharta famahu min ajlina fatahharna qalbahu min ajlik deb shunday bir ovoz anglagan ekan. Ey İbrahim, sen uning ig'izini biz uchun paklab qo'yding. Sen uning ig'izini biz uchun paklab qo'yding. Biz uning qalbini sen uchun paklab qo'ydik. Deb shundoq bir nidoni anglagan ekan İbrahim ibn Adham. Shuning uchun qadrli qarindoshlar, biz qo'limizdan kelishicha bu qismni ta'sirlanishimizga tegishli bo'lgan, nihoyat ta'sir qilgan qismlarning biri qadrli qarindoshlar bu bizga. Hayotimizda biz qo'limizdan kelishicha, qo'limizdan keldiganini qilishimiz kerak. Bizning gap anglamaydigan, nihoyat farzandimiz bo'lib qolsa masalanga, gap anglamaydigan, namoz o'qisak o'qimaydigan, biz uni tirishayli, shakli jihatdan bo'lsa namoz o'qiydigan qilayli. Buningga tirishayli, hattoki Alloh subhanahu va taoloning qalbiy jihatdan, ruhiy jihatdan Robbiga yuzlanadigan shundoq bir shakli emas, ruhiy jihatdan yuzlanadigan qilib qo'yishga Alloh qodirki. Alloh fazli karimi nihoyat yuksak Allohning qadrli qarindoshlar. Biz qo'limizdan kelganini qilaylik. Biz Alloh nimaga buyurgan bo'lsa shu buyruqning ustida bo'laylik. Chekligining ustida to'xtaylik, o'tib ketmaylik chegaradan. Namozlarimizda xushu bilan namozga turaylik. Balki Alloh subhanahu va taolo bizga o'z rahmati bilan tajalli qilishi mumkin. Bolalarimiz, farzandlarimiz bilan birga namoz o'qishga tirishaylik. Allah subhanahu wa ta'ala ularni to'g'ri yo'lga hidoyat qilib, hidoyat o'zining shu kangli rahmatiga ib qilishi mumkin qadrli qarindoshlar. Biz ularning tashqi qiyofatini poklaylik, tashqi qiyofatini go'zallashtiraylik. Alloh ularning ichki dunyosini go'zallashtirishga Alloh subhanahu wa ta'ala qodirdir.
Bu qissaning nimasi oxir vaqtsa bu İbrahim ibn Adham bu narsani tushida shu ovozni anglagandan keyin bir kun hamda boshqa necha kunlar o'tgandan keyin masjidga kirdi ekanda. Masjidga kirib bir odamning nihoyatda qattiq yig'lab ibodat qilayotganligini, Robbiga duo qilayotganligini ko'rdik. Tahajjud qilayotgan, duo qilayotgan, Robbiga yig'layotgan, nido qilayotgan bu shaklda ko'rib hayron qilib, buning namozlari, bu xushu Allohga bo'lgan nimasi ajablantirdi ekan buni. Deydi ekanki, "Ya sen kim o ipalani? Sen kim o?" deb shuna so'raydi ekan. "Sen kim?" deb shuna so'raganda ekan, deydi ekanki, "Innallazi hadani akhbaraka bi hali." Meni hidoyat qilgan zot Alloh sana mening ahvolimni xabar qildi deb shuna deydi. Meni hidoyat qilgan Alloh sana mening ahvolimni xabar qildi. Ya'ni sana ey İbrahim, sen onun qalbi, sen onun og'zini biz uchun tozalab qo'ygandan, biz uchun paklab qo'ygandan, biz onun qalbini sen uchun paklab qo'ydik deb shuna deymidimi deb. Mana boqaylik. Shuning uchun hech bir zaman umidsizlanmasligimiz kerak. Agar biz bir insonni Alloh subhanahu va taologa bo'lgan ma'siyatda mayli tuvan bo'lsin, mayli eng yuqori bir ma'siyatda bo'lsin, jinoyatning ichida bo'lsin, biz hargiz umidsizlanmasligimiz kerak o insondan. Chunki Alloh bilan bo'lgan isloh, Alloh bilan sulhi tuzishi har zaman, har sekund mumkin. Ko'zni yumib ochqicha Alloh bilan o'tirsa isloh bo'lishi mumkin. Hargiz umidsizlanmasligimiz kerak. Uni to'g'rini yetkazishimiz, uning umisi bu yiroq, bu o'lsuldi, bu tugasuldi demasligimiz kerak. Chuqumini qo'limizdan kelishicha Allohning rahmati kengari qadrli qarindoshlar, kuchimizdan yetishicha chiroyli shaklda, go'zal shaklda anglitishimiz, bildirishimiz hargiz va hargiz umidsizlik bu yo'q, bu tugashgan nima, buning hech bir foyzi yo'q buning diniga deb bunda qaraydigan ishni qilmasligimiz kerak qadrli qarindoshlar. Agarda shuning uchun agarda bir asi bir banda agar Alloh subhanahu taolo qaytsa bir osmonlar va zaminda bir nido qiluvchi shundoq nido qildi. Anhanni'u fulanan faqad istalaha ma Allah. Palanini muboraklangni, tabriklangni palanini. U haqiqatan Alloh bilan o'zining o'ttirisini isloh qildi, u o'ngishdi deb shunday nido qildi dedi. Allohga tavba qilguvchi, Allohga qaytquchining holining qandaqligini o'ylab boqaylik. Ana shunday nido qildi dedi. Qadrli qarindoshlar, shuning bilan bugungi Al-Quddus ismini tuvandagi go'zal so'zlar bilan xuloslayman. Bu so'zlarni, bu go'zal so'zlarni minglarga, yurkinglarga yezib etishinglarni umid qilaman qadrli qarindoshlar. Inna lil hasanati daya'an fil wajhi wa nuran fil qalbi wa si'atan fil rizqi wa quwwatan fil badan wa mahabbatan fi qulubil xalq. Shaksizki yaxshilik, güzel ish, yaxshi amalning yuzda bir nur paydo qildi bu dedi. Yuzda bir xil nur bo'ldi, yuzda nur chiqdi bu insonni bunday qilgan ishlarning. Qalbida nur maydonga keltirdi, qalbi nurliq bo'ldi. Rizqi kengri bo'ldi, badani kuchlik bo'ldi va maxluqlar, insonlarning qalblarida yaxshi ko'riladigan bo'ldi dedi qadrlar. İnsanlar uni yaxshi ko'radigan bo'ldi. Hammasi yaxshi ko'rgan, nafratlanmaydi undan, balki yaxshi ko'radi. Qaysi birimiz ana shunday yuqoridagidek rizqimizning kengri bo'lishi, yuzlarimizning nurliq bo'lishi, qalblarimizning nurliq bo'lishi, qorong'u bo'lmasligi, badanimizning kuchli bo'lishini qaysi birisimiz orzu qilmaymiz qadrli qarindoshlar? Qaysi birisimiz, qaysi bir mu'min shunday bo'lishni orzu qilmaydi? Unda bo'lsa mana retsept. Yaxshi amal, go'zal amal bunun retsepti dedi qadrli qarindoshlar. Misrda yaşayan 130 yıl yaşayan Mısır'daki dağlık ölümalarının biri. Ve şundakla Demeşk'te hem Allah rahmet olsun 96 yaş yaşayan bir alim ölüma bakende bu kişinin okuyucuları naiti şundak yaşanıp kalgan bolsunmu qaddi qamati shundoq tek, ko'zlari shundoq o'tkir, kuch quvvatli, quloqlari shundoq anglaydiganda, qilchilik unda voy endi bo'lsa bir gapni ikki qatim so'rmaydi. Har qanday so'z shundoq o'tkir, yani quloqini anglashi va nihoyat eshitdik. Tishlari bir talma tushmagan shundoq go'zal tug'andi ekan.
O'quvchilar hayron qilib so'raydi ekanda, bu qadar kuchlik, bu nima degan sog'lomlik bu? Nereden kelgan sog'lomlik bu deb o'quvchilar hayron qilib so'ragandan keyin shunday javob beribdiki, ya bunay hafiznaha fis sigar fa hafizahallohu alayna fil kibar deb javob bergan ekan. Bolalarım, biz bu jismimizni kichik vaqtimizdan, yosh vaqtimizda saqlagandik dedi. Allohning buyurgan shaklida saqlab, harom narsaga ishlatmay, go'zal shaklda muhofazat qildik. Allah subhanahu va taolo bizga yashnib qolgan, bizga ehtiyojli bo'lgan yashnib qolgan holatimizni bizga sog'lom holatda qoldirib berdi buni deb shunday degan ekan. Qadrli qarindoshlar. Tamam, shuning uchun mu'minlarning duosidan birisi ham bizning duolarimizdan Allohumma matti'na bi asma'ina va absarina va quwwatina ma ahyaytana deb duo qilamiz. Ey Alloh, bizning quloqlarimiz, ko'zlarimiz, kuch-quvvatimizni bizni hayot qoldirgan muddatcha bundan ayirmag'in bizni deb shuna duo qilamiz. Buning ne'matidan bizni mahrum qilmag'in, ojizlashtirmag'in, bizga shu kuch-quvvat bergin deb duo qilamiz qadrli qarindoshlar. Yana yuqoridagi so'zning oxiri va inna lis-sayyi'ati sawadan fil wajhi. Yomonlik, jinoyat, xatolikning u insonning yuzida bir xil qorliqni maydonga keltirdi. Ko'rimsiz bir xil qorliq maydonga keldi. Va zulmatan fil qalbi wal qabr. Va shundaqla qalbda va qabrda zulmat, qorong'ulikni maydonga keltirdi. Jinoyat, xatolik. Va badanda kuchsiz, badani noit laqva, kuchsiz holatda kuchsizlikni maydonga keltirdi jinoyati. Va naqsan fil rizq, rizqning kam bo'lishini maydonga keltirib chiqadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday deydi-ki, qad yuhramul mar'u ar-rizqa biz-zambi yusibuhu deb shunday deydi. Inson u qilsagan jinoyatlik sababli, jinoyat gunoh sababli inson rizqdan mahrum qilinishi mumkin deb shunday payg'ambar alayhisalom shunday degan. Rizqdagi kamtuklik deb. Maxluqlar insonlarning qalblarida ham g'azablanadigan, yaxshi ko'rilmaydigan bir insonga aylanib qolgan gap. G'azab qildigan boshqalar kishilardir. Demak, qadrli qarindoshlar, bu jinoyat, xatolik, gunoh, üstü bo'lgan bu gunoh nima desa, bandaning Robbining dargohida hech o'rni yo'qligi, Robbining dargohida tuvan, Robbining dargohida ko'zga ilinmaydiganligining bir dalili. Robbining dargohida ko'zga ilinmagan ekan, Robbining dargohi ko'zidan tushib ketgan ekan, maxluqning nazarida ham ko'zi tushib ketdi o insonning. Bundan Allah saqlasunki qadrli qarindoshlar. Bunday kishilardan bo'lib qolishni Allah saqlasun. Oxirgi nasihat: ittaqillaha bijtinabil muharramat takun minat tawwabin. Allah subhanahu va taoladan harom narsalardan yiroq turish bilan Allohdan qo'rqqin, Allohga tavba qilguvchilardan bo'lasan dedi. Allohning harom qilgan narsalardan yiroq turish bilan Allohdan qo'rqqin, Allohga tavba qilguvchilardan bo'lasan. Va tawarra' an iqtiham ash-shubuhat takun minal mutatahhirin. Shubhilik narsalarga yiqilishdan hazar ayligin pok kishilardan bo'lasan dedi. Shubhilik narsalarni tashlig'in yaqin kelmagan undaq narsalarga pok kishilardan bo'lasan. Wazhad fima zada an qadri ad-darura tanju min al-hisab at-tawil. Va zururiyat miqdori, zurur bo'lgan miqdordan oshgan narsadan zohid bo'lgan, buningga intilmagan uzun hisobdan qutulib qolasan dedi. Sana ciddi ihtiyoji bo'lgan, zurur bo'lgan, kundalik hayotingda zurur bo'lgan narsalardan oshgan, ziyoda bo'lgan narsalarga ko'p chepib buningda zohid bo'lgan, buningga bak intilmagan uzun hisobdan qutulib qolasan dedi. Va nima deydi? Va aqbil ala xidmati mavlaka tanal as-sawab al-jazil. Rabbim Allah subhanahu va taolaning xizmatiga yuzlangan eng go'zal, eng no'chi mukofot, eng isil mukofot darajalarga erishsa. Allohumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. Ey Allah, senden tüvençilik bilen şunu tileymizki,
bizga manfaatlik ilmni ato qilgan, bizga foyda beradigan ilmni ato qilgan va bizga o'rgatgan, bizga bildirgan narsalarida bizga manfaat, biz shundan foydalana oladigan bir ruh, kuch-quvvatni ato qilgan va Robbimiz bizning ilmimizni ziyoda qilgan qadrli ulug' Parvardigorimiz. Sen hammaga qodirsan. Alhamdulillahi robbil alamin. Qadrli qarindoshlar, shunda qilib bilgan biz Allah subhanahu va taolaning ismlaridan Al-Quddus ismini mishada tugatgan, oxirlashtirgan bo'ldik. Inshaalloh Allah subhanahu va taoladan tövənçilik bilan biz loyiq bo'lmasaqmi Robbimizdan tövənçilik bilan rahmati kangri, mag'firati kangri bo'lgan shu Robbimizdan bizni ana shu o'zini poklagan, o'zini haqiqiy shu Robbimiz uchun hozirlagan mu'minlardan qilishini tövənçilik bilan tilaymiz. Shaksizki Allah bununğa qodirdir. Ve biz şundaq mu'minlardan bo'lish uchun harakat qilishimiz kerak, qadrli qarindoshlar. Allah bizni ana shu baxtli mu'minlarning qatoridan qilsin. İnşallah kelarki soatda yangi bir ism bilan yuz ko'rishgacha sizlarni shu janobi Allah subhanahu va taologa topshiramiz. Qadrli qarindoshlar, ijobatli duolaringlarda barli qarindoshlarimiz uchun shundaqla kamina ojiz uchun ham duo qilib qo'yishinglarni chin dilimdan umid qilaman. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin va sallallohu ala sayyidina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Wassalamu alaykum va rahmatullahi ta'ala va barakatuh. باسمك نحيا ربنا والحبيب إمامنا، باسمك نحيا دنيا ودين، نصير رحمة في العالمين. باسمك نحيا ربنا والحبيب إمامنا، باسمك نحيا دنيا ودين، نصير رحمة في العالمين.